Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan endokrinologiya fanimizda ikkinchi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsda sizlar bilan endokrinologiya faniga kirish qildik va ba'zi muhim konsepsiyalardan gaplashib o'tdik. Misol uchun gormonlar qanday ishlashini, gormonlarning turlarini, pozitiv va feedback mexanizmlarini ko'rib chiqdik. Undan tashqari biz gipotalamus, pituitary organ sistemani qanday ishlashini umumiy xulosasini oldik. Bugun shuni sal chuqurroq kiramiz. Ya'niki biz xuddiki boshida umumiy mavzularni gaplashyapmiz. Umumiy ham eng yuzaki qismini gaplashib, sekin ichkariga kiramiz. Bu xuddiki siz O'zbekiston haqida oldin eshitmagansiz va endi siz davlatni strukturasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, birinchi O'zbekiston nimaligini o'rganasiz. Keyingi darsda misol uchun 12 ta viloyat borligini o'rgandingiz. Keyingisida bitta viloyatda olib turib, uni tumanlarni o'rganasiz, keyin tumanlardan keyin qishloq shaharlargacha o'rganishni boshlaysiz. Ya'ni boshidan sekin-sekin ichkariga kiramiz. Shuning uchun zerikib qolmasdan iloji boricha boshidan boshlab ketyapmiz. Demak, biz o'tgan darsda aytdik. Bizda gipotalamus degan o'yinchimiz bor ekan. Gipotalamus bu xuddiki bosh miyamiz nerv sistemaga qandaydir meridian boshqaruvchi bo'lsa, gormon sistemalarda endokrinda gipotalamus birinchi raqamli o'yinchilar qatorida turadi. U o'zidan signal yuboradi pituitaryga, ya'niki bizdagi gipofiz bezimizga. Uni o'tgan darsda qisman aytdik, pozitiv va negativ signal yuborishi mumkin. Bugun sal uni ichkariroq kirib, qanday gormonlarga qanday signallar borishini, qanday pozitiv, qanday negativlarni ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa. Keyin aytdik, pituitary o'zidan birorta organga signal yoki gormon ishlab chiqarish mumkin. Ya'ni ba'zi holatlarda to'g'ridan to'g'ri mana yerda hosil bo'lgan gormon effekt ko'rsatsa, ba'zi holatda bu yerda chiqqan gormon kelib turib bu yerdagi organni stimullaydi va bu yerdagi organ yana bitta gormon ishlab chiqaradi. Konечный produktni bizda mana organ ishlab chiqaradi. Demak, o'tgan darsda aytdik, gipotalamusda yadrolar bor. Yadrolar esa bizdagi ma'lum bir vazifani bajarishga ixtisoslashtirilgan hujayralar to'plami deb, neyronlar hujayralarining to'plami deb tasavvur qilsak bo'ladi dedik. Endi bugun biz pituitary haqida gaplashamiz. Gipotalamus haqida biz nerv sistemida xohlasa gaplashib chiqamiz har bitta qismini. Pituitary bizda gipofiz bezimiz ko'pchilik biladi. Turецкое седло degan joyda joylashgan. Ya'ni bizda os sfenoidali bor, sfenoid bor. Dali. Buni internetdan qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Turецкое седло yoki turk egari deyiladi. Aynan shu yerda mana shu suyagimiz hosil qilgan ma'lum bitta joyda xuddiki mana shunaqa chuqurcha hosil qiladi va mana shu chuqurchada joylashadi. Xuddiki bu shu yerda joylashgani uchun himoyalangan holatda turadi. Va buni ham klinik ahamiyati bor. Hozir gaplashib o'tamiz buni. Bu yerda gipofizimiz joylashgan bo'ladi. Xo'p, gipofizni o'zi ikkita qismi bor. Bu tasavvur qilaylik bo'lsa, anterior pituitary, anterior oldingi bo'lagi va posterior orqa bo'lagi. Xo'p, ba'zi manbalarda o'rta qatlamma ham bor deydi. U haqida keyinchalik hozir gaplashamiz. Demak, anterior pituitary bizda ba'zida adenogipofiz deb ataladi. Ya'niki A ga A deb mnemoniga qoldik. Adenogipofiz esa ham anterior pituitary desa ham, demak biz aynan mana shu haqida gaplashayotgan bo'lamiz, oldingi bo'lagi haqida. Bu oral ektodermadan kelib chiqqan bo'ladi, radki poyash deb ataladi. Xo'p, oral ektoderma, endoderma qavatlari haqida hozir pastroqda tushuntiraman. Shunchaga hozir bilib turing. Oral ektodermadan kelib chiqibdi deganda biz nima nazarda tutamiz? Aytaylik, mana og'iz bo'shlig'i, uni til deb tasavvur qilamiz. Mana yerda bodomcha bezi bo'lsa kerak. Endi men o'ta xunuk chizaman, o'tgan safar ham aytdim. Amaliy ko'ryapsizlar. Xo'p, mana til, mana bodomcha va mana yerda aytaylik pharynx joylashgan, pharyngeal qism. Pharynx joylashgan. Embrionik paytda davrda mana shu pharynxdan ma'lum bir hujayralar chiqib turib, miyaga qarab xuddiki yo'naladi, migratsiya qiladi va aynan Turецкое седлоga yetib kelgandan keyin mana shu yerda joylashib oldingi gipofizni oldingi qismini hosil qiladi. Ya'niki ektoderma qavati bor bizda. Ektoderma qavati bizda oral ektodermani hosil qilyapti, ya'ni og'iz bo'shlig'ini hosil qilyapti. Aynan og'iz bo'shlig'idan u oldingi qismni hosil qilyapti, anterior pituitaryni hosil qilyapti. Bu
Buni nima o'rganyapmiz? Buni klinik ahamiyati borib bo'lgani uchun biz o'rganayotgan bo'lamiz, hozir ko'rib chiqamiz. Shunchaki hozircha eslab qoling, oral ektodermdan kelib chiqqan, uni keyinchalik gaplashamiz. Va u radkiy pauch deyiladi. Aynan mana kelib turib joylashib qolayotgan qismi, ya'niki embriologik o'simtani biz radkiy pauch ham deymiz. Ya'ni radkiy pauch desa ham bizda demak anterior pituitary haqida gap ketyapti degani. Xo'p, bu sintez qiladi va sekretatsiya qiladi FSH, LH, growth hormon, TSH, AKTG, prolaktin, beta endorfinlarni. Xo'p, eng asosiy gormonlar shular. Bulardan tashqari boshqa gormonlar bo'lishi mumkin, lekin bizda klinik ahamiyati bo'lgani shular. Demak, FSH, LH bizda jinsiy sistemada qatnashadi. FSH bizda follikul stimulyiruvchi gormon, follikullarni yetishtirishga yoki spermatozoidlarni erkaklarda yetishtirishga asosiy vazifasi. LH esa bizda estrogen yoki testosteronni hosil bo'lishini stimullaydigan gormonlar. Bular tuxumdon va urug'don bilan borib ishlaydi. Uni reproduktiv qismida ko'ramiz nasib bo'lsa, zo'r mavzular bor. Menstrual siklda ko'ramiz, homiladorlikni, qanday rivojlanishini yokida polikistoz seyishnikov, ya'ni qizlar eshitgan bo'lishi mumkin. O'ziga borganda bir nechta kistam bor ekan degan shikoyatlar bo'lishi mumkin. Aynan shu kistalar qanday rivojlanadi, qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ba'zida qizlarda misol soqol chiqishi mumkin, erkaklik belgilari paydo bo'lishi mumkin. Shularni haqida gaplashamiz. U zo'r mavzular. Shunchaki spoiler sifatida aytyapman. Growth hormon bizda metabolizmda qatnashadi va aynan nomi aytib turgandek, o'suv gormoni. Mana shu gormon hisobiga biz hujayralarimiz ko'payib turib, ya'ni muskullar, suyaklar sistemalari zo'r rivojlanib turib, o'sish amalga oshadi. TSH bizda bo'qoq gormonlarni, T3, T4 gormonlarni stimullaydigan gormon. Xo'p, bu narsa mana shu mavzuni ko'rsak, hipotalamusdan bizda tiroid releasing gormon chiqadi. Releasing degani plus ta'sir ko'rsatishini aytdik. Tiroid releasing gormon keladida, oldingi bo'lakka kelib turib, TSH stimullaydi. TSH degan gormonni ishlab chiqaradi degan ma'noda signal beradi va TSH borib turib oklashtaviy jelezaga ta'sir ko'rsatadi. Nima deydi o'zbekchasiga? Xullas, keladi mana shu yerda oklashtaviy jelezaga ta'sir ko'rsatadi. Bizda T3, T4 ni ishlab chiqarishni ta'minlaydi, stimullaydi. Endi biz klinikalarda aynan mana shu TSH ni tekshirishga yuboramiz. Ya'ni bemorimizda bo'g'oq kasalligida qanaqadir belgilarni ko'ryapmiz, simptomatikalarni. Biz analiz yozayotganda TSH bilan erkin T4 tekshirib keling deyishimiz mumkin bo'ladi birinchi holatda. Haqiqatan ham bizda gormonal o'zgarish bo'lyaptimi deganda, aynan TSH tekshirayotganimiz bu bizdagi anterior pituitardan chiqqan TSH. Va aynan erkin T4 topshirish kerak. Nimaga deganda, buni keyinchalik ham ko'ramiz. Bog'langan T4 ham bo'ladi. Ya'niki T4 o'tgan safar aytdik, yo'q tabiatli gormonlar ichiga kirgani uchun u bog'langan holatda yurish kerak bo'ladi. Mana nima uchun bizda yo'q tabiatli yoki oqsil tabiatli shunaqasini o'rganganmiz, ya'niki adashmasam amin gruppaga kiritdik uni va bu bog'langan bo'ladi T4 bilan 98% adashmayotgan bo'lsam bog'langan holatda turadi. Biz shuning uchun agar bog'langan T4 miqdorini tekshirsak, bizga hech narsa informatsiya bermaydi. Bizda klinik ahamiyati bo'lgani aynan erkin T4 qonda ta'sir effekt ko'rsata oladigan qismini biz o'lchashimiz kerak bo'ladi va umumiy T4 ni ham tekshirmaymiz. Nima uchun? Bizda mana erkin bilan bog'langan umumiyni hosil qiladi. Umumiy T4 miqdorini tekshirib qo'ysak ham bizga hech qanaqa informatsiya bermaydi. Qat'an ham gormon oshib ketganmi, kamayib ketganmi biz bila olmaymiz. Aynan erkin T4 bilan TSHni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida endi to'xtalamiz. Shunchaki keyinchalik mavzularimizga qiziqtirish uyg'otish uchun aytyapman. AKTG, adenokortikotropniy gormon. Bu bizda xuddiki mana shu sistemani bu yerda tiroid releasing gormon chiqayotgan bo'lsa, kortikotropin releasing gormon chiqadi gipotalamusdan, keladi pituitarida anterior qismiga AKTG sintezlashib yuradi va AKTG borib turib, buyrak usti beziga ta'sir ko'rsatadi. Yana bitta bezga ta'sir ko'rsatadi. Aytganimizdek bu yerda effekt berishi mumkin yoki boshqa organni, boshqa gormonni sintezlashga ham effekt berishi mumkin. Ya'ni AKTga kelib turib, buyrak usti beziga ta'sir ko'rsatadi. Buyrak usti bezi esa kortizol ishlab chiqariladi. Undan tashqari AKTga buyrak usti bezidan androgenlarni ishlab chiqaradi. Androgen deganda biz odatda erkaklarning gormon gruppasini androgen deymiz, ya'ni faqatgina testosteron emasda, dihidrotestosteron bor, DH bor, bir qancha androgen gruppasiga kiradigan gormonlar biz uni androgenlar deb ataymiz va bu narsa
Ba'zilar o'ylaydi faqat erkaklarda tezroq, ayollarda estrogen deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Ham erkaklarda ham ayollarda ikkala gormon ham bo'ladi va ularni faqatgina balans nisbati boshqacharoq bo'ladi. AKTGni nima haqida bor bu yerda desak, o'zi asosiy o'yinchilar FSH, LH dedik. Lekin AKTG shundayki, buyrak usti bezidan aynan androgenlarni ishlab chiqaradi. Shu androgenni ishlab chiqarishi bizda postmenopauza ayollarda ba'zi kasalliklar bor, ya'niki tumorlar bor, rak o'smalar va shu o'smalarda aynan biz buyrak usti bezdan ajralib chiqadigan mana androgenlarni miqdorini bloklashimiz kerak bo'lib qoladi. Uni keyinchalik ko'ramiz nasib bo'lsa. Xo'p, prolaktin bizda sut hosil bo'lishini ta'minlaydi, ya'niki hosil bo'lishini deyapman, chunki bizda oksitotsin degan gormon bor, uni ham hozir gaplashamiz. Prolaktin bizda hosil qilib bersa, oksitotsin hosil bo'lgan sutni tashqariga chiqarib berish uchun mas'ul bo'ladi. Va beta endorfinga tegishli zo'r konsepsiya bor. Uni Telegram kanalida tushuntirgandim va hozir buni ham iloji boricha ulgursam tushuntirib ketishga harakat qilaman. Demak, biz hozir shu yerda nimani bilishimiz kerak? Bizda gipotalamus, pituitary organ sistema bor ekan va aynan gipotalamusdan qandaydir releasing va inhibiting gormonlar chiqib turib keladi va bizga gipofizga ta'sir ko'rsatadi. Gipofizning o'zi ikkita qismi bor ekan, anterior qismi va posterior qismi. Biz hozir anterior qismini gaplashdik. U actinogipofiz deb ham atalishi mumkin ekan. U og'iz bo'shlig'idagi ektodermadan kelib chiqqan ekan. Uni biz shu embriologik o'simtani radki pouch deyishimiz mumkin ekan va o'zidan ishlab chiqaradi va qonga chiqaradi mana shu gormonlarni ekan. Shuni bilib tursak yetadi. Ikkinchisi posterior pituitary orqa qismi. Also called neurogipophysis, ya'niki neurogipophiz. Bu yerda anteriorga adenogipofiz bo'lgan bo'lsa, bu yerda orqasiga neurogipofiz deyiladi. Xo'p, bu neuroektodermadan kelib chiqqan bo'ladi. Bu hozir neuroektoderma haqidaligini keyinchalik tushuntiraman. Shunchaki eslab qolishga harakat qiling. Neuroektodermadan rivojlangan bo'ladi va bu yerda stores and releases, not synthesizes. Ya'niki bu yerda gormon ishlab chiqarilmaydi aslida. Bu yerda anterior pituitaryda shuncha gormon ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, posteriorda shunchaki mana gormonlar sintezlangan holatda, tayyor holatda turadi. Xuddiki zaxira sifatida turadi, lekin bular asosan gipotalamusda sintezlangan bo'ladi. Ya'niki gipotalamusda supraoptik va paraventrikulyar yadrolar bor. Yadrolar deganda ma'lum hujayralar to'plami, ma'lum vazifani bajarishi kerak. Aynan shu gipotalamusdagi mana shu ikkita yadrodan ADH va oksitotsin chiqadi. Qon orqali maxsus ulanish bor. Gipotalamusdan pituitaryni orqa qismiga kelib turib, shu yerda zaxiralanadi. Shuning uchun buni bilib olish kerak. Not synthesizes, ishlab chiqarmaydi. Just stores, ya'niki faqatgina shu yerda zaxira bo'ladi va qonga mana shu yerda chiqadi. Ya'niki bu yerda qon tomirlar bor. Aytaylik, mana shu qon tomirga bizda orqa gipofizdan chiqadi. Sizda keys so'rashi mumkin. To'g'ridan to'g'ri ADH bilan oksitotsin qayerdan chiqadi deyish mumkin. Qonga chiqadi degan zonani so'rasa, misol uchun qayerdan ajraladi yoki qonga chiqadi degan ma'noda so'rasa, bu orqa gipofizda qayerda ishlab chiqaradi yoki qayerda sintezlanadi desa, siz aynan gipotalamusni belgilashingiz kerak bo'ladi, supraoptik va paraventrikulyar. Lekin odatda USMLE savollarda, xosatan UWorldda qanday so'raydi? Sizga uzun kes beradi, aytaylik ADH yoki oksitotsinga tegishli qanaqadir kasallik yoki fiziologiya so'raydi. Siz u kesni o'qib keldingiz, uzun kes o'qidingiz, taxminan kasallikni topdingiz. Misol uchun ADH oshib ketadigan kasallik bor, CADH degan narsa. Shu CADHligini siz bilyapsiz va taxminan diagnoz, davolashlarni o'ylab turganingizda pastda shunchaki yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana shu gormon qaysi gormon bilan birgalikda qonga ajraladi yoki qaysi gormon bilan birga turadi yoki qayerdan sintezlanadi degan ma'noda shunchaki oddiy savol so'rab qolishi mumkin. Ya'niki embriologini bilasanmi degan ma'noda. Shuning uchun biz ajratib olishimiz kerak ekan. Gipotalamusda o'zi sintezlanadi. Mana orqa pituitaryda shunchaki zaxira sifatida turadi. Orqa pituitary bizda hech narsani sintezlanmaydi. Hop, neurogipofiz degani xuddiki nervga ulanyapti, neuro degan. Gipotalamus ham bizda nervga ulangani uchun tushunib olsak bo'ladi mnemonika sifatida. Va bu yerda gipotalamusda sintezlangan gormonlar, aynan supraoptik va paraventrikulyardan kelgan gormonlar gipotalamusdan orqa pituitaryga neurofizin degan oqsillar bilan keladi. Bular carrier proteins. Nima degan bu? Gipotalamusda aytaylik gormonlarimiz ishlab chiqarildi. Endi u orqa
pituitariyga borishi kerak, to'g'ridan to'g'ri bora olmaydi. Ularni maxsus transportyorlar bor, ishlaydi, olib kelib beradi orqa pituitariyga, va bu narsalar xuddiki dostavщик yoki kuryer sifatida ishlab beradi. Va bu narsalarni biz kuryerlarni nomini neyrofizin deymiz. Bular shunchaki maxsus tashuvchi oqsillar. Buni ham shunchaki bilasanmi degan ma'noda kelsa so'rashi mumkin. Mabodo so'rasa, neyrofizin oqsillar orqali tashiladi ekan. Xo'p, demak biz bildik, oldingi va orqa qismini gaplashdik. Endi aytdik, bizda 3-qismi ham bor. Ba'zida intermediate lob deb belgilanadi kitoblarda. U aytaylik anterior va posterior pituitary desak, mana devor qavatini yoki olayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu qavat yoki yana bitta qavat sifatida bo'lishi mumkin. Men to'g'risi bilmayman, qiziqmaganman. No fakt что mana yerda intermediate qismi ham bor va u bizda melanin stimulating gormon ishlab chiqaradi. Melanin bu bizda terimizda joylashgan bo'ladi. Bizda terimizda rang beradigan gormon va undan tashqari shunchaki rang berib qo'ymaydi. Keyinchalik muskuloskeletal sistemaga nasib bo'lsa yetib borsak ko'ramiz. Aynan terimizda maxsus qavatida joylashgan bo'ladi hujayralar. Melatonin yoki melanin. Hozir adashtirayotgan bo'lishi mumkin. Shu modda quyoshdan kelayotgan ultrafiolet nurlarni saqlab qolishga javobgar bo'ladi va bizda o'zi normada juda ko'p organizmimizda mutatsiyalar bo'layotgan bo'ladi. DNKmizda qanaqadir sintezda adashishlar bo'lishi mumkin, mutatsiya bo'lishi mumkin yoki tashqi faktorlar hisobiga, balki quyosh hisobiga bizda terimizda ko'p hujayralar o'lib turadi har soniyada va bizda organizmimizda repair mexanizmlar bor. Repair degani bizda inglizchada tuzatish deydi. Tuzatish mexanizmlar bor. Bu bioximiyada o'tamiz. Aynan mana shu kasallik bor. Shu repair mexanizmi o'zi buzilib qolgan bo'lsa, quyoshdan kelayotgan ultrafioletni to'sa olmaydi. Aynan mana shu melatoninga tegishli gormonga himoya qavati yo'qolib qolgani uchun bizda teri raki kelib chiqadi. Uni keyinchalik ko'ramiz. Shunchaki biling, MSH degan gormon bor. U intermediate lobdan chiqadi va bu terimizdagi rang beradigan shu melatonin tepadan keladigan signali. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi bu qism. Endi men aytibman o'zimga 3 ta embryo layersni tushuntirdimman. Demak, bizda embriologik qavatlar bor. Buni tushunish uchun biz boshlang'ich stadiyaga qaytishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, aytaylik, mana bu bachadonimiz. Bachadon qizlarniki xolos. Meni desa g'alati bo'ladi. Hop. Bachadonda falopinaylar bor. Falopinaylarda uchida ampula qismi bor. Buni uchun biz ampula qavat deymiz. Ularda fimbre bor, mana tolalar va bu yerda joylashgan bo'ladi, tuxumdonlar joylashgan bo'ladi. Tuxumdonlarda estrogen sintezlanadi va undan tashqari follikullar rivojlanadi. Aynan follikullarning ichida bizda ootsitlar rivojlanayotgan bo'ladi. Xo'p, follikula nima? Follikula xuddiki bitta qo'boqqa o'xshagan narsa. Ichida oosit rivojlanayotgan bo'ladi va qachonki hayz siklida 14-kunda ovulyatsiya bo'lgan paytda, bu menstrual siklda ko'ramiz, ovulyatsiya bo'lganda mana shu follikula yoriladi-da, ichidagi oosit tashqariga falopinaylarga chiqariladi va qolgan follikulaning qolgan qismi esa o'zidan progesteron ishlab chiqarib turadi. Uni ham ko'ramiz. Xo'p, mana oosit keldi va bu yerda sekin bachadon tomonga yurishni boshlaydi. Nimaga yurishni boshlaydi desak, mana yerda falopinaylarning o'ziga xosligi bor. Bu yerda kiprikchalar borligi. Bu yerda kiprikchalar xuddiki bizda mukosillar apparat bor nafas tizimimizda. Begona chang moddalar tushsa, og'iz boshlariga qarab itarib beradigan kiprikchalar bor. Xuddi shuningdek, falopinaylarda ham mana kiprikchalar uni ushlaydi-da, sekin bu tomonga surib bachadon tomonga yo'naltirayotgan bo'ladi. Endi shu paytda aytaylik spermatozoid keldi. Aynan mana shu 14-kunga yaqin kontakt bo'lgandan keyin spermatozoidlar kiradi, bachadonni aynan falopinaylar tomonga keladi. Chunki asosiy urug'lanish zonasi falopinaylarda bo'ladi. Ya'ni falopinayda urug'lanish bo'ladi-da.
va bu mana shu kiprikchalar orqali sekin bu yerga kelib turib bachadonga implantatsiya bo'ladi. Ya'niki hujayralar kelib bachadon bilan sekin o'sib kirishni boshlaydi va bu aynan stadiyalari bor, ularni ham gaplashamiz va qayerga joylashsa qanday kechadi, misol nadlejanye degan tomonlari bor, ularni ham keyinchalik balki ko'rib chiqaramiz. Xo'p, bu yerda yana bitta zo'r tomoni bor. Mana bu resnichkalar, kiprikchalar pelvic inflammatory disease degan narsa bor. Ya'ni ayol kishida balki gonoreya bo'lgandir, balkida xlamidiya bilan kasallangan bo'lsa, qanaqadir infeksion kasal bilan shamollagan bo'lsa, ayol kishi fallopian aylarida mana shu kiprikchalari o'rniga biriktiruvchi to'qima kelib qolishi mumkin bo'ladi. Bular zararlangan, yallig'lanish paytida, keyin yallig'lanish jarayonida tuzalayotgan paytda biriktiruvchi to'qima qo'polab oladi, kiprikchalar qolmaydi. Yoki hattoki mana yerda biriktiruvchi to'qima yo'llarni ham to'sib qo'yishi mumkin bo'ladi. Mana shu holatda urug'langan zigoti bu yerga yurolmaydi. Aynan mana shu yerda qolib ketadi va 7-kunda normada kelib turib bachadonga ulanish kerak edi. 6-7 kunda 7 kunda mana shu yerda qolib ketgani uchun aynan shu yerga implantatsiya bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobiga ham aynan pelvic inflammatory disease, ya'niki qanaqadir infeksion kasal o'tkazgan ayollar ectopic pregnancy bo'lib qolish ehtimoliyati oshadi, riski oshadi. Ectopic pregnancy. Ectopic degani o'zi normada bu to'qima bo'lmasligi kerak bo'lgan zonada paydo bo'lib qolish. Ya'niki ektopik degani bachadonda emas, boshqa joyda homiladorlik rivojlanib qolgan bo'ladi. Xo'p, uni yana ko'ramiz. Mana xullas biz hozir bilishimiz kerak bo'lgani, zigota keldi, ampulada fallopian aylarda urug'landi, keldi, bachadonga o'rnashadi va bu 6-7 kungacha bo'ladi. Xo'p, 7 kun davomida nima bo'ladi desa, bu sekin yurib kelyapti. Shunchaki bitta urug'langan hujayra turmaydi. Endi bu hujayra bo'linishni boshlaydi. Aynan ikkiga bo'linganda mitoz hisobiga mitoz-meyoz bo'linishni boshlaydi. Ikkita bo'ladi. Ikkita hujayra 4ta bo'ladi. 4ta hujayra 8ta. Shunday qilib ketadi va aynan mana shu 4ta hujayralik payti marula deyiladi. Marula deyiladi va bu 4ta hujayralik qism, ya'ni bosqichi aynan day 4-kunda bo'ladi. Demak, aloqa bo'ldi, ovulyatsiya bo'ldi, mana shu paytda zigota hosil bo'ldimi, 4-kunda sekin kelayotgan mana hujayralarning 4tasi, ya'ni bo'linib 4ta bo'lgan paytda bu hujayrani biz endi shunchaki zigota demas ekanmiz-da, marula deymiz, chunki unda 4ta hujayrasi bor. Keyin bu marula ham 5-kunda yana bo'linishni boshlab 8ta bo'ladi, 16ta bo'ladi va hokazo holatga keladi. Aynan mana shu kelayotganda hujayralar soni oshib ketaveradi va o'rtasida hujayralar orasida bo'shliq paydo bo'lib qoladi. Aytaylik, mana hujayralar mana yerda bor. Mana o'rta qismi bo'shliq bilan to'lgan holat bo'ladi, ya'ni suyuqlikka o'xshagan narsa bilan to'lgan bo'ladi va endi bu D5da blastosistga o'tadi. Sist. O'zi sist deganda odatda biz suyuqligi bor narsani tasavvur qilamiz. Demak, blastosist hosil bo'lyapti 5-kunda. Keyin 6-10-kunda odatda bachadonga borib implantatsiya bo'ladi, mana shu narsa. Bo'ladi. Bu narsani ahamiyatini gestatsion возраст bilan o'zingizlarda bizda beradigan necha haftaligini ko'rishga reproduktivda tushuntiraman. Ya'ni ozgina farqlari bor. Menimcha klinikada ishlaydiganlar biladi. Oxirgi hayz kuningizni ayting deb so'raydi homiladorlardan va shundan keyin 2 hafta yo 1 hafta ba'zi vrachlar qo'shib ayirib usuli bor. Aynan homilani yoshini aniqlashda ham keyinchalik tushuntirib beraman. Demak, bizda mana blastosist hosil bo'ldi. Bir nechta hujayralar bo'linib ko'payapti va mana shu holatda birinchi hafta, ya'ni 6-10-kunda birinchi haftada bachadonga implantatsiya bo'ldi. Birinchi hafta bo'lganda hujayralar hali bir qavat sifatida joylashgan bo'ladi. O'sha ikkinchi hafta bo'lganda, ya'ni 8-kunda, misol uchun 14-kungacha bizda ikkinchi hafta hisoblansa, hujayralar endi 2 qavat bo'lib qoladi. Xo'p, nomini adashmayotgan bo'lsam, epiplast va gipoplast. Tepasidagi qism epiplast, pastdagi esa gipoplast. Va mana epiplast 3-haftaga kelganda tepasidagi ko'k bilan belgilaganlarim epiplast o'zi 3 ta qavat hosil qiladi. Primitiv strik hosil qilishlari keyinchalik ko'rib chiqamiz. 3 ta qavatli hujayra hosil qiladi.
aynan epiblastda. Gipoblastda adashmayotgan bo'lsam amniotik bo'shliq sifatida bo'lib ketadi. Uni reproduktivda to'liqroq tushuntirib beraman. Xo'p, mana bizga ahamiyatli qismi nima? Biz xuddiki mana yerda kesyapmiz-da. Mana endi 3 ta qavat bor ekan. Biz shuni mikroskopda ko'ryapmiz. Aynan mana shu hujayralar nima ahamiyati bor bo'lsa, bular nimaga o'rganyapmiz desak, aynan bizdagi fundamental embriologiyani asosi bo'lgan qavatlarni hosil qiladi. Ektoderma, endoderma va mezodermani hosil qilishadi mana shu 3 ta qavat. Ya'ni eng tashqarisiga ekto deyiladi, o'rta qatlamma endoderma deyiladi, eng pastdagi mezoderma deyiladi. Endi mezodermadan bizda odatda yurak, qon tomirlar, limfa sistemalar, biriktiruvchi to'qimalar, qon shakli elementlari va hokazolar mezodermadan kelib chiqadi. Endodermadan asosiy GIT organlar, ya'niki gastrointestinal trakt organlari boshliqlari, devorlari hosil bo'ladi. Ektodermadan misol uchun terimiz, ko'zimizda lens qavati yokida so'lak bezlari, mana parotid gland, ter bezlari yokida ko'kraklar, hammasi ko'krak bezi hammasi bizda ektodermadan qatnashgan. Endi biz aytdik, anterior pituitary oral ektodermadan kelib chiqadi, posterior pituitary neuroektodermadan kelib chiqadi dedik. Xosatan shu haqida gaplashyapmiz hozir. Demak, mana ektoderma qavati eng tepadagi yuqorigi qavatni ko'ryapmiz. U 3 ta hujayralar turiga ajraladi. Ya'niki bu o'zi bitta zigota edi, 2 qavatliga o'tdi, 2 qavatli keyin 3 qavatliga o'tdi. Endi 3 qavatli bo'lgandan keyin mana birinchi qavatni o'zi ham 3 xil guruhga ajralyapti. Ya'ni hujayralar borgan sari differensiyatsiya ketadi, boshqacha gruppalarni hosil qiladi. Va mana shu ektodermadan surface ektoderm chiqadi. Surface ektoderm, neural tube hosil bo'ladi. Tube va neural crest hujayralar rivojlanadi. Neural crest cells. Xo'p. Aynan surface ektodermda men hozir aytgan qismlar, ya'ni terimizni epiteliyalari yokida anterior pituitary hozir gaplashganimiz, mana shu yerdan kelib chiqqan bo'ladi. Surface ektodermda. Neural tubedan esa bizda bosh miyamiz rivojlangan bo'ladi. Miya. Neural crest cell esa bizda xuddiki dirijorga o'xshaydi, butun tanamizga tarqab ketib, bizda gangliya, nerv sistemadagi gangliyalarni, misol uchun parasimpatik nerv sistemasining gangliyalari, melanistlarni endokardial cushion kardiologiyada ko'ramiz va ba'zi holatda hattoki suyaklarni hosil qilishi mumkin. Bosh yuz qismimizdagi suyaklarni, ularni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Shunchaki hozir biz bilishimiz kerak, что mana ektoderma qavati bor ekan, u ham 3 ta turi bor ekan. Aynan o'sha turida surface ektoderm deganda bizda anterior pituitary hosil bo'lyapti ekan. Endi mana neural tube bizda aynan neuroektodermadan kelib chiqayotgan bo'ladi. Ya'ni neural tube hosil qilayotgan hujayralar turi, mana ektodermaning turlari neuroektoderma deydi. Aynan neuroektodermadan bizda neural tube hosil bo'lib turib, bosh miyani hosil qilyapti. Aynan mana shu neuroektodermasidan esa bizda posterior pituitary hosil bo'ladi ekan. Xo'p, qiyindek tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Atak biz hozircha bilishimiz kerak, что anterior pituitary bizda shu surface ektodermdan ayniqsa og'iz bo'shlig'idagi ektoderma qavatdan hosil bo'lgan ekan. Posterior pituitary shu ektodermani sub qavati, ya'ni sub populyatsiyasidan bosh miyani hosil qiladigan neuroektodermadan kelib chiqqan bo'ladi ekan. Shuning uchun ham nomi neurogipofiz. Hozircha shuni bilib tursa yetadi. Endi bizda shuni klinikaga o'ylasa bo'ladi. Biz aytdik, mana oral ektoderma radki poj bo'ladi va sekin migratsiya qilib, og'iz bo'shlig'idan tepaga qarab, turk egatiga qarab borib, yerga joylashishi kerak. Mana shu holatda joylashganda bizdagi mana pituitary ba'zida yosh bolalarda tumor hosil qilishi mumkin. Ya'niki opxol, yangi hosila deydi o'zbekchasiga, rak hosil qiladi. Endi rak degani bizda odatda zlokachesini tasavvur qiladi, lekin bu доброкачественный, ya'ni yaxshi sifatli o'smalar. Bu yaxshi sifatli o'sma shunchaki kattalashib ketib qoladi. Kattalashib ketgan hisobiga bizda mass effekt beradi. Mass effekt nima? Mass effekt degan narsa bor. Xo'p, shu yerda tushuntirib ketsam bo'lar ekan. Demak, ba'zi holatda mana pituitarymiz oldingi gipofiz
rakka aylanib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Va mana shu rakka aylanib ketgan holatda ba'zi holatda shunchaki mass effekt beradi, ya'niki kattalashib ketib atrofidagi narsalarni ezib qo'yishi mumkin, atrofdagi strukturalarni. Xosatan hozir ko'ramiz, xiazma o'tgan bo'ladi mana ustida. Mana biror chizib ko'rsataman. Mana turk egari suyak turibdi tasavvur qilaylik. Va turk egarida bizda hop gipofiz turibdi, to'lib turibdi. Endi gipofiz ustida xiazma o'tgan bo'ladi. Xiazmadan nerv sistemaga o'tamiz. Ko'zimizdan impuls olib ketayotgan xiazma bor, nerv tolalari bor. Hozir uni ham sal tushuntirib beraman agar bo'lsa. Xiazma o'tgan bo'ladi. Shu xiazma aynan gipofiz ustida joylashgan bo'ladi. Ba'zi holatda pituitarining adenomasi bo'lib qoladi. Adenoma degani ya'ni yangi hosila paydo bo'lib qoladi. Onkologik va mana shu hujayralar kattalashgan hisobiga kattalash boradida sekin xiazmani ezib qo'yadi va aynan xiazmani ezib qo'ygani uchun ko'zda xiraliklar bo'lishi boshlanadi. Bu bitemporal gemanopiya deydi. Buni keyinchalik tushuntirib beraman. Demak, ba'zi holatda gipofiz adenomalari shunchaki kattalashib atrofdagi strukturalarni ezib qo'ygani uchungina simptomatika beradi, mass effekt. Bu bo'lishi mumkin bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi va hokazolar. Va aynan xiazmani ezib qo'yayotgan hisobiga ko'zdagi muammolar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Ba'zi holatda pituitary adenoma ma'lum bir hujayralar turlari, ya'ni pituitaryimiz o'zi minglagan hujayralari bor va shu hujayralarning ma'lum gruppasigina qaysidir gormonni ishlab chiqarishga javobgar. Misol uchun prolaktinni olsak, prolaktinni ishlab chiqaradigan hujayralar bor. Bu yerda atrofida boshqa gormon, misol uchun AKTgni ishlab chiqaradigan hujayralar gruppasi bor. Bu yerda boshqasiniki, bu yerda boshqasiniki. Aynan bittasini hujayralardagi, misol uchun prolaktinni ishlab chiqaradigan hujayralari miqdori oshib ketib qolib, bo'linishda xatolik uchrab, bizda adenoma, rak bo'lib qolishi mumkin bo'ladi va kattalashib ketadi. Va bu holatda ma'lum bir gormonni miqdori oshib ketadi. Birinchi holatda shunchaki mass effekti beryapti, hech qanaqa o'zidan gormon kuchayib ketmayapti. Ikkinchi holatda qaysidir gormonni miqdori juda oshib ketadi. Bu men hozir prolaktin yozganimning ham asosiy sababi, nomer 1 sabab prolaktinoma bo'ladi. Prolaktin ishlab chiqaradigan hujayralar bizda onkologiyaga o'tib ketgan bo'ladi va prolaktin miqdori oshib ketib, hattoki erkaklarda sut hosil bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Va buni biz dopamin agonistlarini berib turib davolaymiz. Uni keyinchalik tushuntiraman. Bu ba'zi holatda demak adenoma gormonni miqdorini oshirib borar ekan. Ba'zi holatda mana gormonni oshib ketishi, bitta hujayraning turi oshib ketishi boshqa yondagi hujayralarni ezib qo'ygani hisobiga navorot gipopituitarizm bo'lishi mumkin. Ya'niki hujayralar kattalashib ketyapti. O'zidan hech narsa ishlab chiqarmasa ham, xuddiki mass effekti beryapti xolos, lekin mana atrofidagi hujayralarni, boshqa gormonlarni ishlab chiqarish kerak bo'lgan hujayralarni ezib qo'yayotgani uchun gipopituitarizm, ya'niki bunaqadan tushuntirsam, gipopituitarizm keltiradi. Xo'p, bu nima degani? Gipo kamayib ketish, pituitarizm pituitardan chiqadigan hamma gormonlarni miqdori tushib ketishi mumkin bo'ladi. Aynan mana shu qanaqadir o'simtani hisobiga bu funksiyani bajara olmaydi, chunki yangi hosil bo'layotgan mana rak hujayralari gormonlarni ishlab chiqaradigan hujayralarni ezib qo'yganini, qisib qo'ygani uchun, funksiyasini buzib qo'ygani uchun qolgan hamma gormonlarni miqdori tushib ketishi mumkin bo'ladi. Uni mavzular kelganda gaplashamiz. Bizda hozir mana kraniofaringomi shunchaki benign bo'ladi, ya'niki dabrakachasini hech qanaqa tez o'sib ketmaydi, qon tomir hosil qilib bormaydi, shunchaki sekin vaqt o'tgan sari kattalashib ketaveradi va bu odatda childhood tumors, ya'niki yosh bolalarda uchraydi. Va shu yerda USMLEga bitta hak o'rgataman. Life hack. Sizga 6 yosh bola keldi deydi. Boshi og'rishi, ko'zida misol uchun xiazmani ezilishi hisobiga qanaqadir ko'rishda muammolar bo'lishi mumkin, ko'ngli aynishi degan ma'noda aytadi va sizga aynan tumorligiga tegishli simptomatikani aytyaptimi? Siz katta ehtimol kraniofaringoma deb o'ylayvering
yoki ba'zi holatda kraniofaringoma aniqlandi deydi kesda. Shu bola keldi, 6 yoshli bola, shunaqa belgilari bor va unda kraniofaringoma borligi MRTda aniqlandi deydi. Va sizdan shunchaki histopatologiyasini so'rashi mumkin bo'ladi yoki bu qayerdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deydi. Agar qayerdan kelib chiqqan desa radke paj deymiz, anterior pituitardan oral ektodermadan kelib chiqqan bo'ladi deb javob beramiz. Ya'ni bir nechta konsepsiyani sizda ulay olishingizni tekshirayotgan bo'ladi. Demak, bu aynan radke paj anterior pituitaridagi ektoderma qavatidan kelib chiqqan benign, yaxshi sifatli yosh bolalarda uchraydigan tumor ekan. Buni o'ziga xosligi nima desak, bu tumorimiz mana pituitary desak, anterior pituitary desak, bizda tumorga o'tib qoldi va shu holatda o'ziga kalsiy tuzlarini to'plab olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni kalsifikatsiya bo'ladi. Kalsiy tuzlari mana shu kelib, aynan mana shu tumor ustiga kelib joylashishi mumkin bo'ladi va MRT qilganda bular kalsiy tuzlari oq ko'rinadi. Histopatologiyasini misol uchun so'rasa, kalsifikatlangan deb tasvirlanadi. Yokida bizda xolesterin kristallari ham kelib mana shu yerda to'planishi mumkin bo'ladi. Sizga nima deydi? MRT qilinganda unda kalsifikatsiyaga uchragan tumor aniqlandi desa, demak kraniofaringomani bilishingiz kerak. Yoki shuni teskarisini so'rash mumkin. Kraniofaringoma aniqlandi, u tumorga o'ziga xosligi nima desa, xolesterin kristallar to'planishi va kalsiy tuzlari shu yerda yig'ilib turib kalsifikatsiyaga uchrashi deb aytsangiz bo'ladi va MRTsini ko'rsangiz oq dog'lar bilan belgilangan bo'ladi, aynan gipofizi zonasida. Xo'p, aynan mana xolesterin kristallari ba'zida motor oil like deydi. Motor oil degani mashina moyiga o'xshagan histopatologiyani misol uchun shu qismni oldik. Ma'lum bir hujayralarni kesib olindi pichoq bilan va mikroskop ostida qaralsa, xuddiki mana yerda yog'ga o'xshagan, mashina yog'iga o'xshayotgandir kimdir birinchi aniqlagan odam, motor oil yog' aniqlanadi. Xo'p, siz hozir shu yerda nimani bilishingiz kerak? Kraniofaringoma degan narsa bor ekan, yosh bolada uchraydigan, eng ko'p uchraydigan tumor ekan, u benign ekan, ya'niki zlokachesni emas, yaxshi sifatli o'sma ekan. U radke pajdan kelib chiqqan. Radke paj nima desa, anterior pituitarini hosil qiladigan embrionlik o'simda nimagadir ko'payib ketib qolib, hujayralar ko'payib ketib turib, rakka o'tib ketib qolar ekan va u o'ziga kalsifikatlarni va xolesterin kristallarni to'plab olar ekan. Mana shu xolesterin kristallari ba'zida histopatologiyasini so'rasa, sizdan javobida misol uchun motor oil like deb tasvirlash mumkin. Histopatologiya qilganda nima ko'ramiz desa, javob shunchaki mana shu javobni talab qo'ysangiz bo'ldi. Sizdan ortiqcha narsa talab qilinmaydi va bu hech narsa ishlab chiqarmaydi. Shunchaki gipopituitarizm keltirib chiqaradi. Ya'niki boshqa hujayralarni ezib qo'ygani uchun pituitaridan chiqadigan boshqa gormonlarning miqdori tushib ketadi. Misol uchun LH, FSH miqdori tushib ketgani uchun unda jinsiy sistemani kasalliklar, misol uchun ikkilamchi jinsiy belgilar chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Kortizol miqdori tushib ketgan hisobiga davleniya tashlab yuborgan bo'lishi mumkin va hokazo belgilar kelib chiqadi. Demak, shuni bilsak bo'ldi. Endi bitemporal gimanopsiyani tushuntiraman nimaligini. Hop, aslida nerv sistemada to'liqroq ko'ramiz. Hozir bizda endokringa tegishli qismini ko'ramiz xolos. Buni ko'zimizni tasavvur qilaylik. Xo'p, ko'zimiz ko'rayotganda ikkiga bo'lib ko'radi, ya'niki ikki qism deb tasavvur qilsak, bitta obyekt turibdi o'sha yerda. Obyektni ko'rayotganda mana bu qism ko'zni ichki tomoni nazal deyiladi. Tashqi tomoni mana temporal deyiladi. Nimaga deganda ostemporallar bor bizda. Shu temporal qism shunga nisbatan berilgan. Ya'ni bosh miyamizni yon tomonida joylashgan bo'ladigan suyak bor. Bosh miyani hosil qilayotgan. Shu nomi temporalis bo'lgani uchun temporal zona deganda tashqari tomonni nazorat tutamiz. Endi ko'z mana yerda qandaydir daraxtda yoki nimadir ko'ryapti. Aynan nazal qismini ko'radiganlar ko'zni ichki tomondagi mana yerda joylashgan, qarama-qarshi tomonda joylashgan nervlar orqali ko'riladi. Temporal zonani esa mana yerda qarama-qarshi tomonda joylashgan hujayralar bor, shu hujayralar orqali ko'radi. Bu tomondan xuddi shu. Bu tashqaridan temporal zona ko'ryapti, bu ichkarini nazal zonani ko'ryapti. Endi mana ichkari tomonni ko'rayotgan hujayralar
trakt hosil qiladi. Nervlar miyaga qarab ketyapti, aynan ko'rish sentriga ketayotganda mana shu nazal qismidagi hujayralar xiyazmani hosil qiladi, ya'niki kesishadi. Buni impulslar bunga aralashadi, buni impulslar bunga aralashadi va kesishib keyin bosh miya tomonga ketadi. Misol uchun men miya deb yozib qo'yaman, u yog'iga kirishmaymiz. Aynan xiyazmani o'sha hosil qiladi. Ammo tashqari turgan qismlari esa xiyazma hosil qilmasdan alohida trakt sifatida bu yerga ketadi, ular miyaga boradi. Buni nima ahamiyati bor? Bizda aytdik, turetskiy sedlo da joylashgan, ya'ni turetskiy sedloda joylashgan bizda gipofiz bor. Gipofiz bezimiz aynan mana shuni tagida joylashgan bo'ladi. Ya'niki mana yerda suyak, mana yerda gipofiz, ustida bizda xiyazma o'tgan bo'ladi. Qachonki bizda adenomalar bo'lganda, kattalashib ketganda hujayra tumorga o'tib qolganda, u kattalashadi, aynan xiyazmani ezib qo'yadi. Xiyazma ezib qo'yganda, demak, mana nerv tolalarini ezib qo'yadi. Endi bizda qanday muammo kelib chiqadi desa, bu ezib qo'yilishdagi traktlar nimani ko'rishga mas'ul edi? Bular aynan mana hujayralari trakti edi. Endi bu hujayralar nimani ko'rish kerak edi desa, bu aynan yon tomonni ko'rishga javobgar edi. Aynan yon tomonni. Bizdagi mana hujayralarga tegmayapti, chunki bu alohida trakt bilan ketyapti. Bular qisilmayapti, ezilmayapti va shuning hisobiga bular normal ishlayapti. Bizdagi muammo mana hujayralardagi muammo. Demak, bu tomon turibdi. Bu tomon bizda ichkaridagi, ya'ni nazal qismi, burun qismi ko'rishga javobgar edi. Ular ishlayapti. Bizda faqat mana tashqi tomondagi kartina yo'qolgan bo'ladi. Demak, buni bemorlarimiz qanday ko'radi desak, ko'z deb tasavvur qilaylik. Ikkiga bo'lamiz. Mana shu ikki tomondagi tashqari tomonni ko'ra olmayotgani uchun, ya'ni bu tomon va bu tomonni ko'ra olmayapti, ichkari tomonni ko'ra olyapti va ularda tunnelni effekt bo'ladi. Ya'ni mana tomonni ko'ra olmaydi, tashqari tomonni ko'ra olmayapti. Chunki mana hujayralar zararlangan hisobiga ikki yonni ko'ra olmayapti, faqat mana tomonni ko'ra olyapti. Ichkarini ko'ra oladi, burun tomonni ko'ryapti. Va aynan ikki chekkani ko'ra olmayotgani uchun bu temporal qism deb atalishini ko'rdik. Aynan shu hisobiga bitemporal. Temporal deyishning sababi ikki chekkani ko'ra olmayotgani, bi degani ikki chekkani degani ma'noda, faqatgina bir tomoni bo'lmayapti, ikki tomoni bo'lyapti. Shuning uchun bitemporal hemianopia deyiladi. Hemi degani yarmini, chunki haqiqatan yarmini ko'rmayapti xolos. Qolgan yarmi, ya'ni burun sohasini ko'radigan qismi ishlayotgani uchun gemi bo'ladi. Ya'ni yarmi ishlayapti, yarmi ishlamayapti degan ma'noda, anopia ko'rmayapman degan ma'noda beradi. Demak, pituitrida qanaqadir tumor bo'lsa, u aynan xiyazmani ezib qo'ygani uchun va xiyazmani aynan temporal qismini ko'rishga javobgar bo'lgan qisminigina ezib qo'ygani uchun bizda ikki temporal qismini ko'rmaydi, burun sohasiga yaqin joyini ko'radi. Ya'niki bemor to'g'rini mana shu yonni ko'ra oladi, bu tomonni ko'ra olmaydi. Menimcha tushuntira oldim. Va bu narsa xuddiki tunnelni o'zgartiradi. Bu tomonni ko'ra olmaydi, bu tomonni ko'ra olmaydi. Faqatgina mana o'rta qismini ko'ra oladi. Bu juda ko'p pituitary adenomalarda bo'ladi. Misol uchun prolaktinoma degan kasallik bor. Prolaktinomada aynan bitemporal gemanopia bo'ladi. Agar kraniofaringiomamiz, ya'ni yosh bolada uchraydigan tumorimiz ham yetarli miqdorda kattalashib, aynan xiyazmaga yetib boradigan darajada miqdor oshsa, bizda bitemporal gemanopia bo'lishi mumkin ekan. Men shaxsan tanishim bor, shu ularda prolaktinom chiqqan va prolaktinoma hisobiga aynan xiyazma ezayotgani uchun ikki chekkani ko'ra olmaydi ularda. Menimcha sizlarda ham nimaga tanishinglar bordir. Xo'p, demak, menimcha shu tushunarli bo'ldi. Xo'p, nimani endi tushuntirmoqchi edim sizlarga? Adenoma, mass effect va giperfunksional bitemporalni tushuntirdim buni. Endi mavzuyimiz 43 daqiqa bo'libdi. Mayli. Kim sabr etsa ko'radi. Bizda mana gormonlar bor. Aytdik, anterior pituitardan gormonlar ishlab chiqariladi. Anterior pituitardan gormonlar ishlab chiqariladi. Shu gormonlardan FSH, LH, TSH struktura jihatdan bir xil bo'ladi. Ya'niki bu gormonlarni molekulasi deb tasavvur qilsak, molekulalarni yoyib qarasak, bitta subunit va ikkita subunit bor. Ya'niki ikki qismdan iborat deb tasavvur qilsak bo'ladi va bittasini biz alfa deb qo'yamiz, subunit. Bitta molekulasi deb tasavvur qilsanglar ham bo'lardi. Va bittasi beta subunit deyiladi.
aynan alfa subyuniti bizda o'xshash bo'ladi. Mana shu garmonlarni hozir ko'rib tushuntiraman. TSH, LH, FSH, undan tashqari HGC degan garmonimiz bor. Uni ham hozir keyingi darsda tushuntiraman, endi ko'payib ketyapti. Mana shu 4 ta garmonni alfa subyuniti o'xshash bo'ladi va beta subyuniti o'zi bular bir-birinikidan farq qilgani uchun beta subyuniti garmonga o'zi xos spesifikligini beradi. Specificity-ni mana shular beradi. Endi o'xshashligini nima ahamiyati bor desak, ba'zi holatda TSH miqdori oshib ketib qolsa, alfa subyunit o'xshash bo'lgani uchun, strukturasi o'xshash bo'lgani uchun ba'zida LH retseptorini qo'zg'ab qo'yishi mumkin yoki FSH miqdorini qo'zg'ab qo'yishi mumkin yoki beta HGC degan garmonimizni retseptorlarni qo'zg'ab qo'yishi mumkin bo'ladi. Yokida HGC miqdori qachonki oshib ketganda aynan TSH miqdorini oshirib yuborishi mumkin bo'ladi va homiladorlik paytida bo'qoq rivojlanib qolishi mumkin bo'ladi. LH, FSH miqdorini oshirib qo'yishi mumkin. Bu narsani klinik ahamiyatida keyingi darslarda tushuntirib beraman. Toksikoz degan narsa bor bizda. Ayollarda ko'ngil qusish juda ko'p qusadi, ko'ngil aynish bo'ladi. Aynan mana shu sistemadagi alfa subyunitlar bir xil bo'lgani uchun bo'ladi. Hozircha eslab qoling. Demak, bu molekulalarning ikkita qismi bor. Bittasi alfa subyunit deyiladi, bittasi beta subyunit deyiladi. Beta subyuniti hammasiniki bir-biridan farq qilgani uchun bular garmonga spesifikligini beradi. Alfa subyuniti bir xil bo'ladi. Aynan TSH, LH, FSHlarda va HGClarda. HGC nimaligini ham qisqacha tushuntirib beraman. Hozir aytdik, matka bor dedik. Mana shu matka va fallopian aylarda urug'lanib zigota kelib turadi va 6-7 kunlarda odatda implantatsiya bo'ladi. Shu implantatsiya bo'layotgan paytda matkaga birinchi teginib turib, shu yerda maxsus hujayralar ishlab chiqariladi. Ya'niki, endi yozaydi. Mana zigota, mana matka. Orasida zigota bilan matkani ulash uchun maxsus guruhda hujayralar ishlab chiqariladi va mana shu hujayralar bizda bachadonni teshib pupavinani hosil qiladi, ya'niki kindikni hosil qilishda, ona bilan, platsenta bilan aloqani hosil qilishda qatnashadi. Bu zigotadan chiqayotgan hujayralarning nomi syncytia trophoblast deyiladi. Aynan syncytia trophoblast va boshqa trophoblast hujayralarning turlari bor. Shu syncytia trophoblastdan bizda HGC degan garmon ishlab chiqariladi. HGC beta HGC, chunki buni ham turlari bor. Beta HGC ishlab chiqariladi va mana shu beta HGC qachon chiqyapti desak, aynan mana shu yerga implantatsiya bo'layotgan paytda, ya'ni 6-10 kunda bo'ladi odatda va asosan 6-7 kundayoq o'sha bizda implantatsiya boshlangan bo'ladi. Demak, mana 7-kunlarda 7-8 kunda 8-kunda HGC ning miqdori oshishni boshlaydi qonda, ayollarda qonda oshadi. Va 10-kunlardan keyin 10-12 kunlarda bu HGC miqdori qonda yaxshigina oshib turib, o'sha siydigida ham aniqlanadigan bo'ladi. Va buni nima ahamiyati bor desak, ayollarimiz test deb qo'yadigan homiladorlikni aniqlaydigan usuli bor. Shunda aynan HGC ning miqdorini tekshiradi. Agar siydigida test amaliyot shu testni o'tkazganda musbat chiqishi, demak bizda HGC bor degan ma'noni beradi. Siydigida HGC chiqyaptimi, demak bizda urug'lanish bo'lgan va mana endi zigota kelib turib, bachadonni demak implantatsiya bo'lyapti ekan. Ha, bola o'sha yopishibdi, demak homiladorlik paydo bo'libdi, tuxum hujayra urug'lanibdi degan ma'noni beradi. Bu narsa bizda homilador bo'lganligini bildiradi va beta HGC shu yerda ahamiyati bor. Demak, tushuntira oldim shekilli. Agar HGC testda musbat chiqyaptimi, demak siydigida HGC miqdori baland degani. HGC bizda qachon chiqadi desa, bu zigota bachadonga implantatsiya bo'layotganda aynan ekalasini o'rab beradigan, ya'ni zigota bilan bachadon o'rab beradigan syncytia trophoblast hujayralardan ishlab chiqariladi ekan. Demak, bu homilador degan ma'noni bildiradi. Menimcha tushuntira oldim. Hozircha yetadi. Sog' bo'linglar do'stlar. Qandaydir fikringlar bo'lsa yoki tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi va albatta like bosishni unutmanglar, chunki sizlardan hech qancha vaqt ketmaydi. Bitta like bosib qo'ysangiz va do'stlaringizga videolarni yuborsangiz xursand bo'lardim. Kanal rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasiz va aytib qo'yardim, siz agar USML sistemani oxirigacha bormoqchi bo'lsangiz, birorta sherik topib, mana shu kanalda chiqadigan har kuni bittadan video chiqaraman deyapti. Shu videolarni ko'rib boraylikda. Bir yilda 365 ta darsni ko'rib qo'yar ekanmiz.
study partnyor bo'laylik, birga tayyorlanamiz deb biror kimga yuborsangiz, sizni study partnyoringiz bo'lsa, ancha effektiv tayyorlanasiz. Birga savol javob turib, keyslar ishlab borsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar. Assalomu alaykum.